Men esimda qolgan nima bo'lgan? Televizor emas. Adam Leninni yomonlayaptimi degan. Yillar davomida chang bosib ketgan sandiq ochib yuborilganda, tabiiyki 70 yillik sandiq ochib yuborilgandan keyin u gap birpasda to'xtamasdi. Chilonzor o'sha paytda kriminal olamni yuqori nuqtalaridan biri edi. Mutlaq tug'ilishidan boshlab turib tizimli bo'lib kelgan Barselona mutlaq tizimga bo'ysunmaydigan, faqatgina individual mahoratlarga tayanadigan epizodlarni hal qilib oladigan Real. Hamma narsada teskari. Shomurodovning soyasidagi futbolchi bo'lib emas, Cristiano Ronaldoga assist futbol sifatida keladi. Bu mutlaq boshqa darajada. Kelayotganida chiqishimiz kerak, endi bahona yo'q boshqa. 8:30tada shu yarimtaga ham talashamizmi deb o'ylayman-ku. Davlat aka rahmatli aytardilar. Siz sharhlovchi bo'lasiz, yaxshi bo'ladi deganlar. Ikkita sifatingiz bor. Shu sifatingizni yaxshi ko'raman deganlar. Yaqinda oxirgisi bo'ldi, bu so'kishga o'xshab turib hamma joyga tarqadi. U so'kmadim. Naryodaligimda onam borganlarida 5 yilda chiqarib olsa yaxshi bo'lardi deganimda ham onam aytganlarki, endi gapirding, bu tur degan. Yig'lama, sen o'g'il bola bu deydigan odam deylar. Ibrohim alayhisalomning duosi borda Qur'onda. Meni musulmon holimda o'ldir degan. Ko'chada bir oyda ko'rgan odam jinni bo'lib qoldi deb o'ylardi. Kulib yurardim. Nimaga odamlar kulmaydi? Baxtli-ku ko'chada yuribdi, ko'dirdimda. Shunday yigit aytganda, "Xayrli aka, zo'r damlaydi" degan. Qamoqda ham zo'rdan bo'lish mumkin ekan deganman-da. Ikkalasiga ham Meksika davlati qadrli. Aziz bilimdonlar, qaysi shaxslar to'g'risida gap ketmoqda? Vaqt ketdi. Javob tayyor. Javob tayyor. Marhamat. Javob o'zim beraman. Pele hamda Maradona. Axir biz sizlar bilan kelishganmiz-ku, futbol haqidagi savol sizlarga qo'yilmaydi deb. Kelishgan bo'lsak ham javob shu. Demak, javob shu. Ikkalasi ham Meksika. Ular afsonaviy futbol yulduzlari Pele va Maradona. Hamida xayrlaman. 1975-yil 7-dekabrda Toshkent shahrida tug'ilganman. Chilonzor. Yaqindagina mahallamiz buzilishni boshladi. Ya'ni bir mahallada tug'ilib o'sganman desa ham bo'ladi. Bir 47 yil. Hozir domga ko'chirishdi. Ishim endi ko'pchilikka ma'lum bo'lganligi bo'lsa ham aytib o'taman, futbol sharhlovchiligi. Hozirgi kunda Sport telekanalida o'sha Yevropa milliy chempionatlari hamda O'zbekiston chempionati o'yinlarini sharhlab boraman. Ko'rsatuv deyarli yo'q, ammo endi o'zimni bar jurnalist hisoblayman. Farzandlarim 2 o'g'il, 1 qiz. Mendan boshqa hamma zakovatga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Biz endi ko'rsatuv boshlovchisi Abdurazzaq aka bilan bitta kanalda ishlaganmiz u. O'sha paytda 2001-yil chiqilgan bo'lsa, 2000-yil biz televideniyada futbol sharhlash boshlaganman. Endi hali xom bo'lib, Davlat aka Turdaliyev qo'l ostida 2000-yillarda Oyna jahonga qiziqib yurgan insonlar juda ham yaxshi bilishadi. Zakovat endi ochilgan. O'sha Zebo bilan intervyu qilibsizlar, Zeboni chiqishi bo'lgan, yoshlar chiqib kelgan. Endi Abdurazzaq aka borib turib, universitetlarda ko'proq Toshkent davlat universitetidan talabalar olib kelganlar, to'g'rimi? Endi talantli talabalarni. Bizda futbol jurnalistlaridan yig'inglar deganlar, qiziq bo'ladi deganlar, chunki sal boshqacharoq ham bo'lishi kerak va bu vaqtida qiziq bo'lgan. Shu bilan birgalikda baribir Zakovat biz ham birinchi marotaba o'ynayapmiz. Shtokdekagdan ko'rib o'sganman o'zi. Adamlar rahmatli Shtokdekagdani har bir sonini ko'rardilar va har bir javobni tahlil qilib berardilar. Nimaga shunaqa dedi, boshqa qildi. Endi fizika o'qituvchisi bo'lganlar, o'qituvchi odam baribir bolaga yanada ko'proq bonus bo'lishi uchun Shtokdekagda o'xshagan kurslarga yordam beradi, fikrlashga, boshqaga. Va shu ko'z o'ngimizda Zakovat bo'lib o'zbekcha varianti chiqib keldi. O'ynash jarayonida biz baribir bir yoqlama faqat sport jurnalistlari, futbol jurnalistlari yig'ilganligi minus bo'lardi. Chunki keyinchalik ma'lum bo'ldi, keyinchalik qo'llanmalar chiqdi. 6 ta ishtirokchi qanaqa to'planish kerak? Buni sizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Bu masalada endi hozir istalgan qo'llanmadan foydalanish mumkin. Bittasi masalan tez fikrlash kerak, ikkinchisi ma'lumotlari zo'r bo'lishi kerak. Keyinchalik zakovatchilar bilan yig'ilganimizda biz hali
televideniyega futbol ko'rsatuviga kelgan jurnalistlardan tashkil topganligi uchun nisbatan shouroq jamoa edikda. Lekin misol uchun Zakovatda chiqishga haqli yigitlar edi. Endi jamoadoshlarimiz bilan gaplashib turamiz. Bunaqa bo'lgan. Boshida 4 ta odam, 6 ta, 4 tasi bir gazetani xodimlari edik. Men faqatgina yoshlar kanalida ishlamaganman. U payti sport gazetasida ham ishlaganman. O'zbekiston futboli sport Paxtakorda, yonida, Paxtakor ichida edi, hozirgi federatsiyani o'rnida. Endi ular bilan tabiiyki Zakovatdan ketganimizdan keyin ham uchrashamiz. Taqozo bu futbol. Lekin yo'llarimiz boshqa bo'lib ketdi. Zakovatga biz mana bu bilimdonlar bor-ku, talabalar kelib turib, noldan boshlab turib faoliyat yuritgan yigitlarchalik sababchi bo'lmaganmiz va uni to'laqonli vakili demayman-u, lekin boshida qatnashib qo'yganligimiz uchun va boshida haligi sandan ungina, mendan bugina ozgina bizdan ham qanaqadir o'sha payt uchun bir foyda bo'lganligi uchun eslab qolar ekanda odam. Va yaqinda o'sha videolarni chiqarish boshlandi. Men oldin farzandlarim ko'rmaganda Zakovatda o'ynaganman desam, hamma hayron qoladi. Yosh avlod umuman bilmaydi. Zakovatda 10 yillar, Furqatlar keldi, boshqalar keldi, Zebolar. Ularchalik da'voyim yo'q. Bolalik xotiralarim. Endi Toshkent biz bolaligimiz bir qiziq davriga, tuzum almashishiga to'g'ri kelgan-ku endi bari. 86-yil 86 yo 87-yil o'sha Shtokdagagda yana boshqa ko'rsatuvlarni sal tushunib ko'rish boshlagan paytim adamlar bilan bir ko'rsatuv ko'rib o'tirganmiz. Vzglad degan ko'rsatuv bor edi. O'sha Vzgladni ko'rib o'tirganimizda Lenin yomonlanganda. Leninni yomonlagan va u yerda mehmon tariqasida latviyalik bir odam chaqirgan. Men esimda yo'q endi. Men esimda qolgan nima bo'lgan? Televizor emas. Adam Leninni yomonlayaptimi deganlar. Shu esimda qolib ketgan. Ya'ni davrni tushuntirish uchun Leninni yomonlayaptimi degan gap boshlangan paytga to'g'ri keladi. Hali aqlimni tanib, futbolni ko'rib, qiziqib, hali jurnalistik nimadir salohiyatlar ochilayotgan payt shu paytga to'g'ri keladi. Bu 87-yilda bo'lsa, universitetga kirgan paytim mustaqil O'zbekiston. Masalan, 90-yillarda bu men 86-yildan Gorbachov kelgandan keyingi davrlarni baribir SSRni ag'darilish davri deb hisoblayman. Mutlaqo boshqa qayta qurish boshlanib ketgan gaplar, demokratiya, bu unaqa demokratiya menimcha ko'rilmagan demokratiya edi. Haddan tashqari bo'lib ketgan. Chunki yillar davomida chang bosib ketgan sandiq ochib yuborilganda, tabiiyki 70 yillik sandiq ochib yuborilgandan keyin u gap bir pasda to'xtamasdi. Bolaligim shunaqaroq davrda bo'lgan. Qiyinchiliklar kim sahnaga chiqsa chiqib yotgan paytida men adabiyotga qiziqaman. Adabiyotga, futbolga qiziqaman, to'g'ri. Lekin baribir hayotimiz bir qismi Chilonzorda yashayman. Chilonzor o'sha paytda kriminal olamni yuqori nuqtalardan biri edi. Bu narsalar qulog'imizga kiradi. Yoshmiz baribir. Unaqa aqlimiz bir teranlashmagan, boshqa qilmagan. Qo'shilamiz, kiramiz. Mana shunaqa bir tushunarsiz pala-partish davrga to'g'ri kelgan va universitetga aynan jurnalistikaga kirganligim shu narsalarni sal bo'lsa ham itarib yuborgan. Bo'ldi, soham aniq. Bo'ldi, adabiyot, jurnalistika, futbol turgan gap, o'shanda gazetaga kirganman. Aytayapman-ku. Men Xudoga shukr qilaman, juda omadliman-da. Shu hozirgi holatingga o'sha bolaligingni almashasanmi desa, yo'q deyman. Yana bolaligimga qaytgim keladi. Ota-onamni bu tomondan ham omadim chopgan. Chunki tarbiyachi bilan o'qituvchi oilasida tarbiya topganman. Bitta o'g'il, ikkita singlim bor endi, lekin bitta o'g'ilman, birinchi o'g'il. Qanaqa tarbiya beriladi? Otasi o'qituvchi bo'lsa, onasi bog'cha tarbiyachisi bo'lsa. Yaxshi bo'lgan, maktabdan bog'chaga chiqardim. Yonimizda edi, 162-maktabda. Shunaqa qilib o'tgan. Va men har doim ota-onam bilan faxrlanadigan jihatim nimada deyilsa, Zakovat-ku bu endi. Genrix 5 mi davrida bilmayman, hozir raqamlarda adashayotgandirman. Prussiya aralash quralash bo'lib turgan paytlarda Mozart bilan Bach
deyarli bitta katta hududdan chiqqan-ku. Bir qirollikni hududidan chiqqan deylik. Mani davrimda chiqdi degan ekan podsho. Shunda ayoli so'raydi: "Savlaga umuman yordam bermading-ku?" deganda, "Zotan xalaqit bermadim" degan. Xalaqit bermaslik ham bu muhim narsa-da. Ota-onam shunaqa bo'lishgan demoqchiman. Misol uchun men unga qiziqmoqchiman. Xo'p, boshida hamma narsaga qiziqib ko'rganman. Multfilm chiqarish naqasi bor. Pionerlar saroyi bo'lardi. O'sha yerga ham borganman, multfilm qanaqa chiqarishni bilaman, ozgina qimirlatib qo'yadi, 3 sekundlik syomka. Shularda ham qatnashganman, yoqqan. Keyin hamma sport turlariga borib ko'rganman, beysbolga ham borib ko'rganman. Aytardim, misol uchun borib turib, adam futbolga qiziqardi, futbolga borganlar, qolganlarida maqsad qilib bo'ladi-ku. Keyin fizika o'qituvchisi, men chuqurlashtirilgan 9-10 sinfda o'qiganman. Matematika hamda algebra, fizikaga chuqurlashtirilgan maktabda o'qiganman. Va bizdan faqat 5 olib chiqqanlar politexga to'g'ridan-to'g'ri imtihonsiz kiradi o'sha payt. Shunaqa maktabda adabiyotchi bo'lib chiqqanman. Ya'ni adabiyotdan uzilmagan holda chiqqanman. Bunga asosiy sabab ota-onam. Chunki o'zingni yaxshi ko'rgan narsangda ketishing kerak deydi. Masalan, gazetaga olib borganlar, gazetada maqola chiqish kerak ekan, jurnalistikaga borishim kerak desa, yetaklab yurganlar. Ya'ni bolani qiziqishiga qo'yib berish juda ham muhimligini men ota-onamdan bilaman. Men o'z hayotim burilishlardan iborat. Agar mashina haydaganimda oxiri shu Formula 1 bilan tugadi deb o'ylayman. Chunki boyagi burilishlar men bir joyda 5 yildan ortiq ishlamagan ekan. Hamma aytadi-yu, o'zi odamlar ikkiga bo'linadi deb o'ylayman. Bir joyda zo'r ko'karadigan odam bo'ladi. O'tkir akaning gapi bormi? Daraxt bir joyda ko'karadi degan gap daraxtlarga aytilgan odamga emas deydi. Chunki individual hammada har xil-da u hayot. Kimdir har xil. Futbolda ham shunaqa-yu. Misol uchun bir jamoada sadoqat ko'rsatib o'ynaydigan futbolchini aytamiz, gap yo'q, zo'r, sadoqati chiroyli chiqadi, lekin turli klublarda o'ynab turib, bir jamoada oxiri ko'karib ketadi. Misol Bavariyada Robbenni zo'r bo'lib ketgan. Lekin Robben Realda o'ynaganda, undan oldin Chelsiga o'ynaganda bo'lmaganda, o'sha yerda ko'karishi qanaqa bo'ladi? Hozir tasavvur qilsangiz, baribir kimdir joyini topib olguncha. Menda nimagadir qo'nim yo'qdek, men o'zi kulardim naryadaligimda. 5 yilda chiqarib olsa yaxshi bo'lardimi desa, chunki menda 5 yildan cho'zilmasa kerak bitta joyda turishim derdim. Va 5 yil bo'ldi to'g'ri qilib. Chiqib ketdim. Kelgandan keyin sport telekanaliga ishga olindim. O'shanda 3-yilda Futbol TVga ketdim. Futbol TVda ham 3 yildan keyin yana sportga, hozir ikkita joyda-yu, muayyanda. Ana borda, nimada hamma tabiati bor-ku. Bir narsadan tez zerikib qolishmi, boshqa narsami? Menda shu narsa bor. Shuning uchun burilish nuqtalari ko'p demoqchiman. Mana universitetga kirishim juda katta burilish nuqtasi bo'lsa, men misol uchun mustaqillik e'lon qilingan paytda uncha eslolmayman. 16 yosh bo'lsam ham aktivlik hozirgi 16 yoshlik yigitlar kabi, o'spirinlar kabi bo'lmaganda bizda. Chunki ijtimoiy tarmoq yo'q. Bir tuzum ag'darilyapti, tushunarsiz. Ertaga o'zimiz qolib ketgandan keyin nima bo'ladi? Lekin keyinini esimda. 93-yil o'qishga kirganman. Meni hayotimdagi burilish o'sha birinchisi, keyinchisi televideniyega kirishim tabiiy. Universitetga kirishim ham muhim bo'lgan, baribir. Futbol sharhlab yurgan paytim boshqa sohaga o'tganim ham baribir burilish hisoblanadi. Hayotda pulga top bo'lmaydigan koronavirus paytida ko'rdik-ku, juda ko'p narsa ekan. Keyin ko'p hayotda pulga top bo'lmaydigan narsa, lekin pulga topiladigan narsalar ham ko'pda va pulga topiladigan narsalar muammosida pulni qadri chiqib keladi. Va hamma narsani pul bilan sotib olsa bo'ladi degan noto'g'ri xulosani beradi. Lekin pul bilan sotib olib bo'lmaydigan narsalar ham ko'p o'zi aslida dunyoda. Eng asosiysi misol sog'liq yoki misol uchun tinchlik, totuvlik, bu ham katta ne'mat. Baribir bejizga Alloh taolo, men shu oyat juda qattiq ta'sir qiladi men o'zimga. Darhol eslab olaman. Ya'ni shukr qilinglar, ziyodasi bilan beraman deydi. Hayotimda
hali shukur qilish ham shu narsani eslab qo'yib, ha, shukur qildimmiz. His qiladi-yu odam, tafakkur qilib turib, rost ekaniga shukur qilib, bir jiz etib bir narsa o'tib ketadi-yu. Bilasiz. Bir olimning gapi bor. Men 2 rakat namozim qabul bo'lsa rozi edim degan. Hayotimda 2 rakat namozim qabul bo'lsa, keyin undan so'rashgan ekan, nimaga shunaqa degansiz? 2 rakat qabul bo'ldi degan haligi messej bo'ladi-yu. O'sha jiz bo'lmagan hayotimda. Shundan qo'rqaman deganda, men shu gapga ishonaman. Shu his tuyg'uga ishonaman. Shunaqa narsa bo'ladi. Odam biladi, o'tgan duosini biladi. Yoki oldindan bir yomonroq voqeani his qiladi. Ishoralar deydi-yu. Men unaqa berilib ketmoqchi emasman. Lekin hayotda baribir qanaqadir nuqtalarda bu narsalar paydo bo'ladi. Pulga topib bo'lmaydigan o'sha, misol uchun ozodlik ne'mati ham bunaqa bo'lib qo'yanda, kasal bo'lib qo'yanda. Shuncha ko'p. Endi payg'ambar alayhisalomning davrlarida bir sahoba borib turib payg'ambarimizdan eng yaxshi ko'rgan odamlarni so'raydilar. Kim desalar, Oysha deydilar, keyin otasi deydilar. 5-chisida to'xtadim deydi. 5 mi 6-chisida to'xtadim deydi. Nega desa, men teparoqda men deb o'ylaganda o'zini. 3-chi yoki 4-chi bo'lsa, misol uchun deydi. Yana aytaversalar, payg'ambar alayhisalom rost gapirarlar. Rost gapiraverganlar-da. Rost gapirmasalar, kim misol uchun hozir ko'chadan so'ra ayolni aytadi. Hijolatli bo'lib ham ayolni aytmaydi. Oysha deganlar. Bu rostlikdan-da. U jamiyatda ham ayolini birinchi aytish unaqa anaqa bo'lmagan baribir-da. Bu hamma davrda bir xil bo'ladi. Shuni o'zi o'ta rostgo'yliklariga dalolat. Va keyiniga otasi deganlar. Misol uchun otasi insoniyatga ko'proq, payg'ambar alayhisalomga ko'proq yordam bergan. O'zim o'ylab qolsa, lekin u tomondan o'lchamayaptilar. Yaxshi ko'rish u tomondan o'lchamaydi. Rostdan yaxshi ko'rganlarni aytganlar xolos. Ya'ni hamma narsa o'zining joyi bor-da. Endi olimlar payg'ambarlar merosxo'ri bo'lgani uchun har bir davrda bu narsani kuzatganman. Abu Hanifani ham, boshqani ham shogirdlari, men eng zo'r shogirdlarimman der ekan. Chunki olim odamlar merosni to'g'ri olganligi uchun hamma bilan shunaqa yaqindek gaplashadiki, bu tomonda turgan odam eng yaxshi ko'rganlar men bo'lsam kerak deb o'ylab qo'yadi. Payg'ambarimiz shunaqa bo'lganlar. Payg'ambarimiz shunaqa yaqin tutganlarki, o'zini holati bilan gaplashganlarki, u mendan yaxshi ko'rgan odamlar bo'lmasa kerak deb o'ylaganki, so'ragan borib va to'xtagan boya. Qaraganki ro'yxat ketdi degan, tushunib qo'ygan. Shayxda ham shunaqa, men ko'p haqiqiy shogirdlardan ham so'rasangiz, boshlasangiz, eng yaxshi ko'rgan shogirdlarim men deb o'ylaydi. O'ylashiga sabab u bilan juda yaqin o'zini darajasida gaplashganlar, boshqa qilganlar. Biz bilan ham shunaqa bo'lganlar. Ya'ni bizni Ziyoli qatlam deb bilganlar, masalan, televideniyada ishlaydi, boshqa qiladi va kelgan paytlar endi futbol sharhlagan, sal ko'zi ko'rinib qo'ygan bo'lganman va qarab turibdilar, dinga qiziqadi. Boshqacharoq ham u tomondan ham muhabbat bo'ladi-yu. Shuning uchun men chamalab chiqqanman, shogird nima degani o'zi? Shogird baribir diniy ulamoni shogirdi bo'lish uchun, misol uchun sahobalar payg'ambar alayhisalomni ko'rgan zotlar ko'rishi sahobaligiga kifoya qiladi. Ko'rib musulmon bo'lib o'lgan bo'lsa sahoba bo'ladi. Lekin tobiinlar bo'lish uchun, tobiin keyingilar sahobalarni darsini olgan bo'lish kerak. Sahobani ko'rdi, endi kifoya qilmaydi. Chunki haligi nur boshqa, payg'ambariy nur boshqa, sahobalar endi boshqa masala. Shuning uchun ilm halqasida o'tirgan uchun tobiin bo'lish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman-da, olim odamni shogirdi bo'lish uchun halqasida bo'lish kerak. U odamning darsini olish kerak. Maslahatini emas. Endi jonli efir borki, qiziq voqealar ko'p bo'ladi. Chunki jonli, u kutilmagan. Misol uchun golni nishonlash ham yaqinda oxirgisi bo'ldi, bu so'kishga o'xshab turib hamma joyga tarqadi. U so'kmadim. Shu yerda fursatdan foydalanib aytib qo'y. Shu bo'g'inni bo'lganimda shunaqaroq so'z yangradi. Sababi nima uchun buni ijtimoiy tarmoqlarda qo'rqmasdan gapiraverdim, boshqa qildim. Men o'zi hayotda o'ta jahlim chiqib ketmasa bir ikkita yomon so'z ishlatishim mumkin. Lekin so'kong'ich emasman. Davlatiga rahmatli aytardilar. Siz sharhlovchi bo'lasiz, yaxshi bo'ladi deganlar. Ikkita sifatingiz bor deganlar. Men shu sifatingizni yaxshi ko'raman deganlar. Nima desam, Toshkentliksiz, lekin shevangiz yo'q sharhda deganlar. Menda o'z sheva bor, asli bor, mana hozir shevada gapiryapman. Lekin ohang yo'q. Toshkentning o'zining ohangi bor-ku, degan ohang. O'sha yo'q. Va men masalan yillar davomida jurnalistikada
toshkentlik bir yigit edimda. Keyinchalik bir toshkentlik yigit qo'shilgan. Asosan o'sha общежитlarda yashab yurganman-da. Bir xil men anaqa qilmasdim. Chunki endi ona tomonim Jizzax bo'lganligi uchun tog'a yurtim, har 3 oylik kanikulda borganman. Yoshligim ikkita joyda o'sgan. U paytlari Toshkent va viloyatlar kontakti kam edi. Keyinchalik 2000-yildan keyin rivojlanib ketdi bu narsa. Oldin yo'q edi. Oldin bir do'stimiz aytgan, men shungacha haligacha hayron qolaman. Vodiyga ketyapmiz desam, Samarqand non olib olasizmi degan. Ya'ni Toshkent bitta tomonda deb o'ylagan hamma viloyat. Shu tomonda amerikaliklar shunaqa. Butun dunyo bitta tomonda. Chunki okean naryoqda ham bunday o'ylab qarasa, g'alati o'ylashadi. Toshkentga hamma kelganligi uchun toshkentliklarda bu narsa his tuyg'u bo'lishi aniq endi bu ayblanadigan ham narsa emas. Lekin menda yoshlikdan u narsa bo'lmagan. Sababi har 3 oyda borardim, 3 oylik kanikul o'sha yerda o'tardim. Shevam o'zgarib kelardi. Biz deb boshlardim, biza deymiz-ku. Biz deb boshlardim. Bir oy hamma kulardi ustimdan, bizaga aylantirib olardim. Yana shu o'sish jarayonida. Shuning uchun menda umuman rost mana Muhammad Yusuf she'rida aytgandek, tanishib qo'yaylik she'rini yozgan men Muhammad Yusufman O'zbekistondan degan u. Men bemalol O'zbekistondan men deya olaman va bu she'rga ham, ohangga ham ta'sir qilgan. Ikkinchisi so'kmaysiz degan. Chunki gaplashib yurganda bitkida sharhlovchilar aytishgan, shu so'kib yoradi, men shundan qo'rqaman degan. Inson agar so'kong'ich bo'lsa, sharhda so'kadi baribir. So'kib yoradi, chunki endi so'kib yoradi hamda. Bir ikkita vaziyatlar bo'ladi. Agar so'kib yurgan bo'lsa, odatiy gapi bo'ladigan bo'lsa, chiqib ketadi. Ayniqsa terma jamoamiz, klublarimiz bir chet el bilan o'ynayotgan bo'lsa, ruslarda ham bo'lgan-ku bu narsalar. Ruslar o'zi eng so'kong'ich xalqlardan biri. Masalan, sharhlarda ham juda ko'p ishlatiladi. Chunki o'sha juda adabiy muhitda o'sgani ham faqat Stagniyenko adabiy muhitda o'sganligi uchun juda anaqa o'rtada anaqa qiladi, hech og'zidan chiqmaydi deb o'ylayman. Qolganlari baribir nimadir deb yuboradi-da. Devorishning sababi hayotda mana shu gap ko'p ishlatilganidan. Shu endi hali tomog'im bo'g'ilib qolgan, u qorli o'yinlarda o'yinni o'ziga bog'liq turli voqealarda. Shuning uchun qoyalarning ko'pini boshqa platformalarda gapirganligim uchun takrorlab o'tirgim kelmayapti. Yo, men aytganman o'zi o'sha shayx shogirdidagi gapda. Yaqinda zakovatga yana hamma qaytish boshlandi-yu. Qattiq e'tibor berish boshlandi. Keyin ko'pchilik aytdi ham. O'ynamaysizmi, boshqa qilmaysizmi dedi. Murod akalar, Murod Rizayevlar qiziqishadi. Shunga boramiz, boshqa qilamiz. O'sha payti boshlanish edi-da. Boshlanishida muvaffaqiyatli chiqardi. Keyingi men uyalib qolishdan xijolat bo'laman-da. Keyin bir sirni oshkor qilaman. Zakovatda kuchliligini, zakovatni umuman stili zo'rligini qayerdan bilganman? Bu yoqda men 3 yil zakovatga savol tayyorlaganman-da. Butun muassasa bilan o'zim o'ynardim. Menda savollar turardi, menga hamma ishonadi. Seyfda turadi, boshqa qiladi, klubda ishlayman. Va bu juda qiziq. O'sha joyi baxtli damlar edi. Hamma joyi o'zining baxtli damlari bo'ladi, boy bolalikka o'xshab turib. O'sha 3 yil faoliyatdan keyin bir zavodda ishlayotgan paytim bir yigit aytgan dedi, "Xayrli aka, zo'r damlaydi" degan. Qamoqda ham zo'rdan bo'lish mumkin ekan deganman-da. Chunki solishtiriladi-da, u ko'cha bilan solishtirmaydi. O'sha o'zini hozirgi holati bilan solishtiradi. O'shanda men zakovatda savolni tayyorlab yuraverib, 3-yillar istalgan xabarni o'qisam, boshqa xabardan savol tuzish anaqasini ham nima edi? Formulasini ham o'rganib oldim. Qizig'i chiqqandan keyin esdan chiqarib qo'ydim. Odam bitta narsaga qattiq e'tibor qaratsa, texnikasi. Shu narsada asbob ketar ekan. She'r, boshqa narsalar uncha berilmasdi. Bir yozib qo'ysam yozardim, boshqa qilardim. Lekin men bu muhim bo'lganligi uchun shunaqa uydagilar bilan gaplashib o'tirib, men bir qiziqroq informatsiya chizsa, derdim, keyin zakovatga savol qilish kelib yozib qo'yardim. Chunki qiziq bo'lish kerak edi. O'sha yerda men endi boshlovchi bo'lib yurdim-ku baribir. Mayli, qanaqadir kichkinaroq jabhada bo'lsa ham baribir boshlovchi bo'lib yurdim. Yaqinda bittasi shu zakovatga qaytish masalasi haqida gapirganda aytdimki, hali Chukcha haqidagi latif esimga tushib qoldi-da. Chukcha yozuvchi bo'ladi. Undan so'rashadi, Dostoyevskiyni o'qiganmisan? Yo'q. Pushkinni o'qiganmisan? Yo'q. Tolstoy o'qiganmisan? Yo'q. Nega desa, Chukcha pisatel, a ne chitatel degan ekanda. Men aytdim, men savol berganman. Shunga javoblarni bilgan holda mazza qilgan odam sifatida ayoqda uyalib qolishdan,
istihola qilaman degan. To'g'risi men ichimdagi gap aytyapman. Unaqa chiroyliroq bir xasposhlab qo'ysam bo'lardi. Sababi o'shanda ham o'ylardim-da. Baribir sharhlab yurman. Uncha mashhur emasman, lekin shu xudo shu bilgan savolim tushib qolsa, alla aqlli yigit ancha haqiqatan. Bittasi aylanadi-yu haligacha Pele bilan Maradona topib qo'ygan. Uni menga adam etgan edilar. Meksikada kelasi chempion bo'lganda o'sha informatsiya qolib ketgan bo'ya. Berayotgan paytlarida topganman. U hech qanaqa bir joyda o'qiladi. Shu o'qib ham top bo'lmaydi. Uni eslash kerak. Ikkita boshqa informatsiyalar bir-biriga bog'lash kerak bo'lgan. Rostdan ham zakiylik kerak bo'lgan. O'shanda topganimda chiqqandan keyin qayerda o'qiganmiz yoki berganmilar javob mana shunaqa bo'lib yotdi. Yo'q, adam aytgandilar u bu deganman. Shuning uchun to'g'ri ko'proq uyalib qolishdan qo'rqaman. Kelayotganida chiqishimiz kerak endi bahona yo'q boshqa. 8:30tada shu yarimtaga ham talashamizmi deb o'ylayman-ku bir tomondan. Ikkinchidan chunki 8taga talashishimiz bu tanqidiy ma'noda gapirmayapman. Oldinlari 4 ta jamoa chiqardi aniq. 5-jamoa bo'lib yurganmiz-ku. Shuning uchun biz 4taliga kira olamiz, 8taning ichida bemalolmiz deb o'ylaymiz. Asli bu noto'g'ri o'lchov. Chunki oldin hamma nimadir 4ta bar aniqdi. Foydasi yo'q edi. Endi 8 ta bo'lgandan keyin o'sha qolgan 4 ta uchun bu yoqda 20 ta yo bir 15 ta bir kuchliga 10 ta terma jamoa tayyor turibdi. Mana endi rostakamiga og'irroq bo'ladi. Lekin oldingiga qaraganda imkoniyat bor. Oldinga qaraganda bor. Chunki bitta murabbiyda men tarbiyalanyapti, o'syapti. Katanis bar yomon murabbiy emas, xorijlik murabbiy. Erta jahon chempionatiga, Osiyo chempionatiga borib turib, mayli yaxshi natija qayd etmasa ham yaxshi o'ynab keladigan bo'lsa, umid qilsa bo'ladi. Endi men solishtirmaslik kerak demaganman, menimcha baribir solishtiriladi-yu. Bular yutug'i nimada o'zi? Ronaldo bilan Messining yutug'i nimaga hozir masalan uchun kim Mbappe bilan Holland hech qachon bunaqa raqobatni bizga taqdim etishmaydi deyishyapti. Sababi bunaqa darajada ideal baxtli oila bo'lmaydi. Nima demoqchiman? Baxtli oila qanaqa desa, er va xotin bir-biriga umuman o'xshamagan bo'lishi kerak. Ikkita shoir tabiat bo'lsa bo'ldi, tamom. Ikkita dangasa bo'lsa tamom. Bilsangiz, er dangasa, xotin shijoatli bo'ladi. Baribir plus minus bo'ladi. Tok plus minusda chiqadi. Bulardagi plus minuslik, bir-biriga qarama-qarshilik haddan tashqari hamma narsada bo'lib ketib qoldi. Bunaqa darajada bo'lmaydi. Va bo'lib ham bular Ispaniya chempionatida Real bilan Barselonadagi jamoada, hozir kecha loyihada Jamoliddin Bobojonov do'stimiz aytdi. El Clasiconing ustun tomoni nima dedi boshqa derbilarda? Milanda Milan Inter o'ynasa 1000 deb pafos aytmaylik, ular Italiya futbolini o'ynashadi. Bir xil futboldan tug'ilgan futbolni ko'rsatishadi. Ikkalasi ham Italiya klubi. Italyancha futbol ko'rsatadi. City bilan Liverpool ham inglizcha futbol emas-u, tizimli futbol ko'rsatadi. Lekin mana yaqinda Barsa bilan Real o'ynadi. 4-0 bo'lib ketib qoladi, 3-1 bo'ladi, bir narsalar bo'ladi. Nega shunaqa bo'ladi desa, mutlaq tug'ilishidan boshlab turib tizimli bo'lib kelgan Barselona mutlaq tizimga bo'ysunmaydigan, faqatgina individual mahoratlarga tayanadigan epizodlarni hal qilib oladigan Real. Hamma narsada teskari. Va bularda porlab chiqqan ikki futbolchi ham xuddi shunaqa bo'lib chiqdi. Ya'ni Cristiano Ronaldo haddan tashqari, misol uchun bir jamoa unga o'ynash kerak bo'lgan futbolchi. Leo Messi o'ta jamoaga o'ynaydigan futbolchi. Men jahon chempionatida ko'rindi-yu, to'g'ri, boshqalar ham Messiga o'ynab berishdi, lekin bu Messiga o'ynab berish degani Messi ham bor narsasini qilganligi uchun o'ynadi. Shuning uchun bular ikki qutbda raqobat shuning uchun dahshatli bo'lib ketib qoldi. Raqobat shuning uchun ham pikka chiqib haligacha tugamayapti-da va haligacha ham davom etadigan anaqada. Shu boisdan aytamizki, men qanaqa pozitsiyadaman? Bittasini, misol Messi chempion bo'ldi, jahon chempioni bo'ldi, gap so'z bo'lishi mumkin. Deylik, Cristiano Ronaldo ham jahon chempioni bo'lganda, Messi chempion bo'la olmaganda ham shu fikrni aytardim. Hech qachon bu davr bir futbolchining davri bo'lib qolmaydi. Men shu pozitsiyadaman. Bular egizak, bular bir-birisiz tura olmaydi. Bir hazillashdik. Er xotin bir-biri bilan urushib, oxirida bittasi qazo qilgandan keyin
jim bo'lib qoladi-ku. Hali urushadigan, hatto urushga ham bir obyekt topa olmay qolsa, mana Messi El Clasico'da qanaqa o'ynadi Ronaldo ketgandan keyin? Birorta gol ura olmay ketdi. Messi qanaqa futbolchi, adashmasam bir 6 tami o'yinda o'ynadi El Clasico'da-da, lekin birorta uchrashuvda gol ura olmadi. Orqaga ketdi. Nega desa, chunki narigi tomonda Ronaldo kerak edi unga. Shundan bilsak bo'ladiki, mana shu gapimga ko'pchilik e'tiroz bildiradi. Haligi Ronaldo bo'lmaganda Azarga o'xshagan o'yinchi bo'lib qolardi deganman-da. Hali ham shu gapimda turaman. Chunki Azarni narigi tomonda Ronaldosi chiqmadi-da, o'ziga mos bo'lgan, o'ziga chiqadigan. Endi tabiat ham kerak, to'g'ri. Lekin hozirgidek bo'lmasdi Messi deb o'ylayman. Endi Ronaldo tabiiyki o'zi kurashadigan, qayerdandir kurash topib oladigan, haligi ikkinchi plandagi juda xavfli bo'lgan anaqa. Men bularni kurashini anaqaga o'xshataman. Misol uchun sher bilan yo'lbars deymiz-ku. Haligacha aniqlik kiritilmagan. Bittasini zarbasi juda kuchli, ikkinchisi oxirigacha o'lmasdan sher misol uchun nimaga oxirida Afrikalarda o'tkazishgan ekan shunaqa musobaqalar, yo'lbars hamma tomonlama kuchli edi, hamma tomonlama. Lekin nega oxirida sher yutadi desa, sher qo'rqishni bilmaydi. Sher taslim bo'lishni bilmaydi. Sher oyoqlar ostida o'ladi, bo'ldi. Chunki u staya, ana to'daning ichida o'sganligi uchun kurashib eng chechen bo'lib o'sadi-da. Misol keltiradigan bo'lsak, yo'lbarsda bitta o'zi ov qiladi, boshqa qiladi, energiyasini saqlab qoladi, qochishga boshqa. Mana shu zarar beradi. Urib tashlashi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Hali Umar Muxtor degan kinoda bitta zo'r gap bor. Liviya tarix haqida-da. Bularni yutug'i nimada, boshqada desa, bular o'lguncha urushar ekan. Bo'ldi, boshqa sifati yo'q desa, shu sifat yomon-da deydi. Mussolini ko'rsatdi. Nimasi desa, yoshligimda bir boksyor bo'lardi deydi, bokschi bo'lardi deydi, kichkina deydi. Qatnashardik deydi. Hammani joniga teggan o'sha bola deydi. Va oxiri hammani o'sha bola shefiga aylangan deydi. Nimaga? O'zi kichkina edi deydi. Kuchsiz edi, kuchli emas, lekin qo'rqmasdi deydi. Urardi, ag'anat tashlasa ham kelaverardi. Oxiri sekin-sekin yutuvurdi hammani deydi va oxiri hammani yutib chiqdi deydi. Qo'rqmaslik yomon narsa deydi. Qo'rqmaganlarni yutib bo'lmaydi deydi-da o'sha Liviya. Men endi qaysi hayvonga tushadi bilmayman, men bular tushishi e'tibor bilan aytmayman. Umuman boshqa olamlardan chiqib ketdi. Bittasi juda yumshoq fe'li, masalan kamtarin, boshqasi, bittasi ego bo'lib yotdi. Bittasini faoliyatini oxiri butun yoshlar unga o'ynayapti, kollektiv bo'layapti, boshqa bo'layapti. Chunki o'zi kollektiv bilan o'sgan. Bittasi umuman o'zini haligi shogirdlari bo'lganlar ham rad etadigan darajada egosi xalaqit berdi-da. Lekin shunisi bilan bular zo'r bo'lishdi-da. Shunisi bilan ular chiqishdi. Shunisi bilan endi bundan buyon oxirigacha ikkalasini davra deb e'tirof etiladi. Yo, men aytayapman, misol uchun Realga o'tib, Barselonaga Holland o'tganda shunga o'xshashroq bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda boshqa jihat ham bor-da. Tabiat ham, o'zini tutish ham, fe'l ham bir-biriga mutlaq teskari bo'lishi kerak. Mutlaq Real Barsa qanaqa bo'lsa, Ronaldo, Messi shunaqa bo'ldi-da va oxirigacha shunaqa saqlanib qolishdi. Bunaqa bo'lish ehtimoli endi kam, juda kamda. Misol biz yoshligimizda Maradona bilan Peleni qiyoslashardi, Muhammad Ali bilan Taysonni qiyoslashardi. Chunki qiyoslanadigan zamondoshlar yo'q edi. Ular boshqa davrda bo'lsa ham, lekin hech bo'lmasa qiyoslayman. O'shanda bitta detal e'tiborimizni tortardi o'ziga. Pele aqlli, tartibli, bir 20 yil tartibli o'ynagan, 3 marta jahon chempioni bo'lgan, mingtalab gol urgan, boshqa bo'lgan. Maradona go'zallik, jinnilik, telbalik, xohlaganini qilib, boshqa ego, hammadan zo'r va ketish. Mana shu raqobat aslida gollarda, boshqa narsalarda emas o'zi, statistikada emas, tabiatlardagi qarama-qarshilik bo'lganligi uchun o'ylab topilgan edi. Tayson bilan Muhammad Ali ham shunaqa. Tayson Maradonaga o'xshab ketadi. Bular bir paytda Tayson bilan Muhammad Ali, bir paytda Maradona bilan Pele bo'lishdi-da. Shuning uchun bir paytda ko'rganligimiz uchun qo'rqinchli bo'lib ketdi. Men bir xillar jahlda YouTube'larda gapiraman, bo'ldi, tortishmaylar, boshqa. Keyin o'ylayman-da, iloji yo'q. Iloji yo'q. Men shunaqa bo'lib ketdiki, hozir qiziq tomoni mana tomon bu bittasi jahon chempioni bo'ldi. 2 marta yutqazdi PSJda. O'ynagisi kelmayapti, yugurmayapti. Ronaldo ko'rdik. Portugaliyada ham, Manchesterda ham oxirgi o'yinlar. Bu Al Nasrga o'tyapti, Al Hilol endi buni taklif qilyapti. Ya'ni bu shunaqaki boshqa joyda bunaqa brend yo'q, topib bo'lmaydi. Uni yaratish uchun ancha ishlash kerak. Ishlash uchun ham voqealar tabiiyligi kelish kerak. Hozir
man Holland bilan Mbappeni Real bilan Barsaga olib kelib qo'yib turib shu raqobat taklif qilishsa ham, bu endi ikkinchisi bo'ladi, taqlid bo'ladi. Bu haqiqiy bo'lmaydi. Ana ularniki taqlidiy bo'lmagan. Bittasi qarang, bittasi Barselonada qanaqa qilib chiqqan akademiyalik yigit. Shu yerga yoshligida kelib qo'ygan. Ronaldo butunlay shu yerga erishib turib, kelib turib, o'zi kurash maydoniga kelib turib kurashdi. Voqealar ham, taqdir ilohiy ham o'zi tabiiy kelganda, hech anaqa yo'q. Sun'iy qilinadigan bo'lsa, sun'iy mutlaqo, misol uchun Mbappe zo'r o'ynashi mumkin, Holland emas, boshqa futbolchi raqobatchi bo'lib chiqishi mumkin bu yoq tomondan. Misol uchun Vinicius, boshqa narsalar, misol uchun Neymar qobiliyati hazil ekan emas, o'sha Neymarlar ham o'rtaga kirolmay qoldi, tiqilib qoldi. Chunki ana ularni odamlar nimani yaxshi ko'radi? Konfliktni yaxshi ko'radi. Odamlar tortishuvni yaxshi ko'radi. Bularda tortishuvni jamiki xislatlari bor edi. Hozir misol uchun Ronaldo bilan Messi bo'ldi, qirollik masalasi hal bo'ldi deyildi, bir xil aytdi. Shundan keyin men YouTube'da kommentariyalarni ko'p o'qiyman. Ronaldoni muxlislari shunaqa faktlar keltirishyaptiki, deyapman-da, hech qanaqa tan olish yo'q-da. Tan olmasligining sababi ular keltiradigan faktlar xohlasa ham xohlamasa ham Messini fizikasida yo'q-da u narsa. Hozir ham misol uchun 37-38 ga kirib turib boshi bilan gol ursin. Boshqa hamma narsasi, bu yoqdan aytish mumkin, hammani texnikasi bilan aldab o'ynasin, boshqa qilsa bir-biriga qarama-qarshi. Bir-birida topilmaydigan narsa to'ldiruvchilar-da xullas. Masharif misolda foyda bo'lsa kerak, endi baribir o'zini intervyularidan kelib chiqadigan bo'lsam, men Masharif o'zbek futbolidagi ichida borini aytadigan nomer 1 futbolchi bo'lsa kerak. Men kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, lekin men shuni bilamanki, ichida borini saqlamaydi. Shu tomondan hurmat qilaman. Xorazmlik baribir. Dangal. Men bilaman, tabiatga ham va baribir tug'ilgan hududiga ham haliga tortib ketadigan jihatlari bor. Men shu tomondan men Ronaldo haqidagi gaplarni ko'rib turib, u 100% rost gapiryapti dedim. Buni boya studiyada ham gapirib keldim. Unda aldov yo'q dedim. Misol uchun Odil Ahmedov Messi muxlis. Men bilaman, Messiga ovoz bergan, boshqa qilgan. Barselonani yaxshi ko'radi. Lekin Odilni jamoasiga hozir Cristiano Ronaldo kelib qolganda, Odil zo'r futbolchi keldi derdi, lekin Messiga bo'lgan haligi muhabbatini, munosabatini baribir bildirib qo'yardi. Hech qachon futbolchilarni haqqi bormaydi. Chunki bu bor aytdim, u ikkiga bo'lib tashlatdi. Garnacho argentinalik futbolchi. Mayli, ozgina o'ynadi Ronaldo bilan, lekin Ronaldo ketdi-ku. Manchesterda yomon taassurotlar qoldirib ketdi, juda ko'pchilikga. Lekin u haligacha argentinalik bo'lib turib, Ronaldoning muxlisiman deb turib, ochiqcha ko'rsatyapti, kiyimlarida, boshqalarida. Ya'ni haqqi rost gapirganligini bildimda. Bu qirol kelyapti dedi. Raqamini samimiy berganligini, misol raqamini olishlari aniq, lekin baribir o'zi samimiy berayotganligini, yaxshi ko'rayotgan odami bilan uchrashgani baribir plus deb o'ylayman. Bo'lib ham misol ertaga o'yin boshlanadi, uni pasi bilan Ronaldo gol urishi mumkin. Bu futbolchiga juda katta motivatsiya beradi va u terma jamoaga qaytganda Shomurodovning soyasidagi futbolchi bo'lib emas, Cristiano Ronaldoga assist futbol sifatida keladi. Bu mutlaq boshqa darajada. Menimcha foyda bo'lishi kerak. Va eng qizig'i, Jaloliddin Masharipov pikka chiqqan davri Paxtakordagi davr deyman. Hozir ham pik bo'lsa kerak, o'yinlarni kam ko'ramiz, lekin bu yog'iga sal tushadigan davr-ku. Futbolda shunaqa davr bor. Shu davriga Ronaldoni kelib qolgani va Ronaldo bilan birga o'ynashi baribir yana cho'zib beradi hali pik davrini. Bu terma jamoaga foydasini nuqtai nazardan aytyapman. O'zi aslida tavsiya qilayotgan paytimiz o'zimizga yoqqan narsalarni tavsiya qilamiz. Bunaqa bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Har kimni o'zini darajasi bor. Men u yoqda yurganimda kutubxonada ham ancha yurardim. Kutubxonada yashardim o'zi ko'pincha. Juda ko'pchilik hechda umrida kitob o'qimaganlar ham o'qirdi kitob. Va aslana kim edi? Daydi qizni daftari, keyin detektiv, sayoz kitoblarni olishardi-da. Shunda bir masala ko'tarilgan. Shu foydam, foyda emasmi? Ay, kitob o'qimagandan shu ham foydadir dedim. Ya'ni o'qimagandan foydaliroq. Chunki bir kun emas, bir kun o'tgan kunlari olardi.
o'tgan kunlar yoki bunaqa kitoblarni olishmasda ko'rardim. Yengil kitoblar hamnaqa kelibdi desa, boyevik-simon juda yengil o'qiladigan, gazetalarda bo'lib berilib turib bitta kitob qilib chiqaradigan kitoblarni o'qishardi. Shunaqa odamlarga o'ylamasdan tavsiya qilib yuboramizda ko'pincha. Lekin ba'zi kitoblar bor hayotimizda o'qishimiz kerak bo'lgan kitoblardan. Misol uchun shart, farz degan bir darajani qo'ymayman bu narsaga, chunki bu men qo'yadigan talab emas. Lekin kerak bo'ladigan kitoblar bor deb o'ylayman va bu kitoblarni aksar barib jahon adabiyoti nazdimda men uchun. Chunki odamni fikrini, holatini butkul o'zgartirib yuboradi. To'g'ri, o'zbek adabiyotini o'qigan holatda. Shuning uchun ko'pincha shu savol berilsa, men har doim Jinoyat va jazo, Anna Karenina, keyin uchinchi variantga Ronaldo Messida bu. Tolstoy bilan Dostoyevskiy ham shunaqa, bir-biriga umuman o'xshamagan jihatlari bilan zo'r bo'lib ketishgan. Qaysi bir zo'rligi haligacha muhokama. Uchinchisida endi misol bulardan sal pastroq bo'lgan, sal emas, anchagina pastroq bo'lgan istalgan kitob qo'yish mumkin jahon adabiyotining ichida. Lekin men 3 ga o'tgan kunlar qo'ygan bo'lardim. Sababi o'tgan kunlar o'zi jahon adabiyoti bilan bellasha oladigan darajada yozilgan. Favqulodda, bilmadim, Abdulla Qodiriy keyin Mehrobdan Chayon ko'p narsalarni yozdi, lekin haligi Domla Chustini gaplari bor ekan. Indamaslar olamini yozganda tepadagi jamiki she'rlarim shunga mashq edi degan ekan. Shu uchun yashadim degan ekan. Endi yoshlar o'tib qolgan paytlarda yozganlar. Abdulla Qodiriy boshda yozib qo'ygan. Boshda zo'r misoli nima edimi? Filmlardan oladigan bo'lsak, Jack rolini o'ynagan Leonardo DiCaprio. Shu bola shu Jack o'ynadi, bo'ldi. Shu darajani ola olmadi. Kimdir yoshi o'tganda, mesela Asadbekka rolini o'ynab, Yodgor aka o'ynagan maromiga yetkazib turib, keyin masalan bo'ldi, Yodgor aka anaqa bo'lib qoldilar-ku. Asadbekni misolda qoldi. Shunaqa darajada shu bolani o'ynagan Abduvahhop aka misol uchun umrlarining oxirigacha shu bola bo'lib yurdilar. Doston, Ubaydullayev haligacha o'sha filmdan olinadi yoki Dilshodbek. Hammaning har xil davri bor-da. O'sha tomondan kelib chiqib, o'tgan kunlar favqulodda birinchi va eng zo'r yozgan asari bo'lib qolgan va uni biror bir jahon adabiyotiga to'liq tarjima qilib berib bo'lmaydi-da. Agar to'liq qilib berish mumkin bo'lganda to'liq qilib berilardi va u o'shalarning oldida turardi deb o'ylayman. Shu darajada qiymatini yuqori baholayman. Sababi yaqinda Amerikada shu ssenaristlarda ham endi ssenariy qolmadi-ku Amerikada. Avatar bilan o'simliklarning hayotiga kirib ketishdi. Bular ssenariy anaqa bo'lib qolgan. Nima edi? Shaydos bo'lib qolishgan. Qayerda bir allambalo original. Bu g'irt katta ssenariyda hech kimda g'arbda yo'q narsa. Haligi qo'shxotinlik, ya'ni ikkalasidan bittasi tanlashib va buni o'rtasiga muhabbat qo'yilish hazm qila olmaydi. Tomi ketib qoladi. Va shu bilan qurilib, shu bilan o'lib va ichida hayotiy voqealarni qamrab olgan. O'sha paytda hamma narsani bergan. Bunaqa topish qiyin-da, bunaqa o'zi bir kelib qolgan menimcha. Bir kelganda ham boshqacha kelgan. O'sha ssenaristlar eshitib turib, zo'r u deyishibdi-da. Buni qilishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak deganda, keyin men to'xtab qolgan. Sababi buni qanaqa talqinda berish kerak. Ular baribir o'zlarini tomoshabinlarni hisobga olishadi-yu. Musulmon olami to'g'ri tushunadi. Lekin narigi tomon qabul qila olmasligi mumkin. Qabul qilish uchun shunaqa bir talqinda yetkazish kerakki, tarixiy kinolarda bor bu narsalar. Ikkita boshqa, lekin o'tgan kunlarga mutlaqo boshqacha topilgan. Mutlaqo, misol uchun qahramon ham, boshqa ham va qahramonning o'zi Abdulla Qodiriy o'ziligi, o'zini xarakterlari kirishib ketganligi boisidan 3-o'ringa qo'ygan bo'lardim va o'zbek xonadonidagi har bir misol uchun kitob shaydosi, har bir bola deylik, o'tgan kunlarni o'qish kerak, lekin o'tgan kunlargacha, o'tgan kunlarga olib boradigan darajalarni ham o'qib borish kerak. Ya'ni o'tgan kunlar deb qo'ysak-ku hozir hop etib o'tgan kunlar olsa tashiydi, tashagandan keyin yomon tomoni keyin ham o'qolmaydi. O'sha narsa bo'lmasin. Xuddi birinchi sinf bolasiga oliy matematikani berib bo'lmaydi-yu. Sekin-sekin yoki shtangaga qatnashgan bolaga birdaniga 200 kilo berilmaydi. Bir kun 200 kiloni ko'tarishi uchun 1 kilo, 2 kilo qilib olib boriladi. O'sha 1 kilo, 2 kilolik kitoblarni o'qib borib, baribir o'tgan kunlar bilan
hech bo'lmasa haligi kitobxonlik faoliyatini yakunlash kerak edi. Samimiyat degan she'r o'qib beraman. Samimiyat afzalligi haqidagi she'r. Adashib uloqib hayot bog'ida ne fikr ta'ammul dilga yuzlanar. Yolg'on baxt jonimga tegargohida haqiqiy armonga ko'ngil tislanar. Xayol ummonida parivash o'ylar, nedir halovatdan yo'llarlar darak, me'damga uradi yolg'onchi kuylar, rostakam azani qo'msaydi yurak. Charchadim hayosiz boqqan ko'zlardan, soxtalik ko'ksimni allalar baxshi, o'tirik gullardan, yolg'on so'zlardan, hayotiy ertaklar qaytanga yaxshi. Qo'rqmayman chinakam rostgo'y yovlardan, ularning ko'zlari olmosdek yoniq, chanqog'im bosilmas yolg'on suvlardan, rostakam sahroda gullashim aniq. Eydun tokaygacha shundoq yurasan, sening borligingga shubhada dilim, yolg'onchi hayotdan o'ylab qarasam, afzaldir ming bora haqiqiy o'lim.